Bu hech kimga tavsiya qilinmaydi. Steroidlar nima uchun qo'llaniladi? Musobaqa yaqinlashgan sari kategoriyaga kirish uchun diyeta qilinadi. Diyeta qilganda holsiz bo'lib qoladi. Lekin musobaqa yaqin siz naborot kuchayishingiz kerak. Shuning uchun steroid ishlatiladi. Mana shu narsalarni yoshlar bilib bilmay kimnidir gapiga uchib, olsang tez o'zgarasa sabrsizlik tezroq o'zgarishim kerak deb, o'zgarish uchun yillar kerak bo'ladi. 2 yil, 3 yil, 5 yil kerak bo'ladi. Uncha kuch xohlamaydi-yu, tezroq o'zgaradi, lekin tezroq o'zgarmaydi, naborot o'ziga zarar qiladi. Shuning uchun steroid bu boshqa, ukollar boshqa, bu hech kimga tavsiya qilinmaydi. Lekin sport pitaniya yaxshi bir gрамотный trener oldiga borib, tushunib olsa, unaqa zarar qilmaydi. Hech kimga tavsiya qilinmaydi. Steroidlar nima uchun qo'llaniladi? Musobaqa yaqinlashgan sari kategoriyaga kirish uchun diyeta qilinadi. Diyeta qilganda holsiz bo'lib qoladi. Lekin musobaqa yaqin siz naborot kuchayishingiz kerak. Shuning uchun steroid ishlatiladi. Mana shu narsalarni yoshlar bilib bilmay kimnidir gapiga uchib, olsang tez o'zgarasa sabrsizlik tezroq o'zgarishim kerak deb, o'zgarish uchun yillar kerak bo'ladi. 2 yil, 3 yil, 5 yil kerak bo'ladi. Uncha kuch xohlamaydi-yu, tezroq o'zgaradi, lekin tezroq o'zgarmaydi, naborot o'ziga zarar qiladi. Shuning uchun steroid bu boshqa, ukollar boshqa, bu hech kimga tavsiya qilinmaydi. Lekin sport pitaniya yaxshi bir gрамотный trener oldiga borib, tushunib olsa, unaqa zarar qilmaydi.